Mana hurmatli o'rtoqlar, mana Zalotoy Korona mana shu sutga oshirilgan variantini ko'rsataman. Sutga oshirilgan. Xullas to'lash kerak, to'lamasangiz chiqa olmaysiz mana. Qaytarildi. O'shaning uchun mana bu yoqda to'langan, lekin bu sutga masalan Sberbankdan to'lamanglar. Sutga oshirilgandan keyin imminni sutga boradigan joyi bor. Har bitta adresda har kimniki har xil chiqarib beriladi. O'shanga borib to'lab, keyin 3 kun, 4 kun, 7 kunga yechiladi. O'shandan keyin uchinadi. Mana ki akamiz 2 marta nima qilgan, lekin kartadan to'lagan. U sudebning nimasi ham bor, shu tarafi bo'ladi, keyin komissiyasi bo'ladi. O'sha komissiyasi to'lanmay qolgani uchun akamiz qaytargan. Endi siz xudo xolasa komissiyani to'laysiz. Komissiya to'langandan keyin 3 kun, 4 kun, 5 kun kutasiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Navika Saviyasi Xonim Jahongirjonman. Xudo xolasa bugun 15-noyabr 2025-yil Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha Qanot Shaf kompaniyasiga registratsiyamiz boshlangan. Har doim aytganman. Mana shu akamiz ham bizdan olingan. Kassadan borib olgan akamiz. Kassamizga borib, faqat aloqachi qayrasida. Xavfiyani sizlar bilanmi o'zi? Gap yo'q. Hozircha 5 yildan beri. Bo'ldi.